Endi ishlarni qilib bo'ldim deb xursand bo'lib, musullar tashlab kelmadim, shunday chiqsam. Bu nima bu? Nima sansan? Tozala shahlo, tozala. Qo'lda ham, belda ham, tilda ham baquvvatgina qildimda, sirraz oyoq kiyimlardan boshlab yubordim. Shunaqa oyoq kiyimlarimni olib kelganman. Yarmini olib keldim, yarmini olib kelmaganman. Lekin ishonasizlarmi, bugun ertalab turib olib, bu video kecha olinganda, bugun ertalab turib olib, ko'ylagimga mos bitta ham oyoq kiyim topolmadim. Umuman hech qaysi oyoq kiyimim, hech qaysi kiyimimga tushmaydigan qilib yig'ib kelganman-da. Mayli chetdan olarman deb o'yladim-da. Nima ham qilardim, boshqa ilojim ham yo'q-ku. Sirraz tozalab oldim-da, hojatxonani yuvdim, unitazlarini parashoklab yuvib, keyin tozalab artib chiqdim. Undan keyin shipirib chiroyli qilib, освежитель sepib, eshikni yopib qo'ydimda, koridorda shipirib chiqay birinchi dedimda. Razu antikvar supurgimi shunda shotka bo'lsa kerak, bu shunda shipirdimda, sirraz pollarni artib, navbat vannaga. Uxodviy kosmetikalarimiz sirraz artib joylashtirishni boshladim. Bular joylab bo'lganimdan keyin nima qilishim kerak edi? Vannani yuvishim kerak edi. Nima vannadan sassiq hid kelyapti desam, mana shu rezinkali kovrimi bu nima? Bu shuni tagida suv qolib ketib, sasib qolgan ekan. Parashoklab yuvib, tez tozalab quritib oldim. Keyin bo'lsa yana shu shotkali shipirgida shipirib qoqib, yaxshilab tozalab polni artdim. Qaysidir kalla bilan polni artgan videoyimni qirqib tashlaganman. Vallah ko'rishinglar mumkin. Tozalab chiroyli qilib, shirin hidlar keladigan qilib qo'ydim, sasimaydigan qilib, oppoqqina qilib qo'ydim.